Bir kambag'al faqir kishining boshiga og'ir tashvish tushdi. Qarzlari ko'payib 500 dinorga yetdi. Ularni to'lashga qurbi yetmasdi. Boshqa tomondan qarz berganlar pullarni tinmay talab qila boshladilar. Nochor qolgan kishi boy savgarning huzuriga borib 500 dinorni ma'lum muddatda qaytarish sharti bilan qarz havola qildi va qarzlarini to'ladi. Kun u tun bir-birini quvlab o'ta boshladi. Ahvol esa yomonlashgandan yomonlashdi. Kelishilgan muddat yetib keldi. Savdogar pulini so'rab keldi. Bechora faqir esa to'lashga bir dirhami ham yo'qligini aytdi. Savdogar qoziga arz qildi. Qozi kambag'alni to qarzini to'lamaguncha zindonga tashlashga hukm qildi. Kambag'al kishi qoziga: "Hazrat, ertagacha menga izn bering. Uyimga borib ayolimga aytay. Oilamdagilarni xotirjam qilib kelay, toki mendan tashvishlanmasinlar", dedi. Qozi esa: "Ertaga qaytib kelishingga kim kafil bo'ladi?" Kambag'al javob berdi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kafil qilaman. Guvoh bo'lingki, agar ertaga qaytib kelmasam, dunyo va oxiratda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari emasman." Qozi ham solih kishi edi. Faqirdan bu kafillikni qabul qilib, uni uyiga borib kelishiga izn berdi. Kishi uyga kelgach, ayoliga vaziyatni tushuntirdi. Soliha oqila ayoli esa: "Nabiy sallallohu alayhi vasallamni qozi huzurida kafil qilib kelibsiz. Keling endi u zot sallallohu alayhi vasallamga salovat aytamiz. Shoyat Alloh aytgan salovatlarimiz barakasidan g'am-g'ussalarimizni aritsa." Shunday qilib xotin o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat ayta boshladilar. Hatto uyqu g'olib kelib uxlab qoldilar. Kambag'al kishi tushida Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. U zot aytdilarki: "Tong otgach vali huzuriga bor. Unga mening salomimni yetkaz va aytginki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarzlarimni to'lab berishingizni talab qildilar. Agar gaping rostligiga isbot talab qilsa, unga 2 alomatni ayt. Birinchisi, vali har kecha kanda qilmay menga 1000 marta salovat aytadi. Ikkinchisi, kechagi tunda salovatni sanog'ida adashib ketdi, lekin menga to'liq yetkazildi aytgan salovatlari." Kambag'al kishi uyg'onib, shahar vali huzuriga oshiqdi. Oldiga kirib salom berdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga salom aytdilar va meni qarzimni qoplashingizni buyurdilar, dedi. Vali esa: "Qarzing qancha?" deb so'radi. Kambag'al: "500 dinor", deb javob berdi. Shunda vali: "Gapingni rostligini tasdiqlovchi daliling bormi?" "Ha, bor. 2 dalilim bor. Biri, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga har kecha 1000 marta salovat aytasiz." Shunda vali: "Gaping to'g'ri", deb yig'lab yubordi. Kambag'al esa: "Ikkinchisi, kecha-kechasi salovat ayta turib sanoqdan adashib ketdingiz. Nabiy alayhissalom salovatlaringiz komil tarzda yetkazilganini xushxabarini berdilar." Shunda vali: "Rost aytding", dedi va yoshlari ko'zlaridan quyilib ketdi. So'ng Baytul moldan 500 dinor berishlarini amr qildi. Yana o'z molidan 2,5 ming dinor berdi va "Bu senga Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan salom keltirganing uchun ikrom", dedi. Kambag'al kishi vali huzuridan chiqib qozining oldiga shoshdi. Yetib kelgach, qozi uni kutib o'tirganini va qozining qo'lida hamyon ko'rdi. Shunda qozi:
men seni qarzingni qoplayman, mana senga 500 dinor, chunki men seni sababingdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim. U zot menga, agar uni qarzini o'tasang, qiyomatda sendan gunohlaringni kechamiz dedilar, dedi. Shu payt savdogar ham kelib qoldi va qoziga, janob qozi, men bu kishidan qarzlarimni kechdim, roziman. Mana bu 500 dinor mendan unga hadya. Chunki men uning sababidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bugun tushimda ko'rdim. U zot menga, agar o'sha kambag'alni qarzidan kechsang, seni gunohlaringdan qiyomat kuni kechamiz dedilar, dedi savdogar. Shunday qilib kambag'al kishi qozi huzuridan behad xursand bo'lib uyiga qaytib keldi. Ayoliga xushxabarni aytishga oshiqdi. 500 dinor qarzini to'lab beradigan odam axtarib yurgan edi. Mana endi uyiga 4000 dinorni ko'tarib shodimon qaytmoqda. Bularning barchasi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytilgan salovat barokotidan sodir bo'ldi.